Keyin, bekor o'tirmang. Birgina oling. Xullas bittasi. Voy, kelin boshqa bo'ldingizmi? Menga qarang, derazadan changini qarang, artishkili, chaqqon bo'ling. Kelin bor joyga ham o'xshamaydi. Bo'la qoling, tez. Siz bo'lgani bu hali mayli. Voy, bo'ldingizmi? Kelin mana kunlarni yuvish kerak. Tez, chaqqon. Kelin boshqa hali oldinda qancha ishlar kutyapti. Qo'shni, aytsam ishonmaysiz. Yangilikni zo'ri bor. Stop! Kelin boshqa eshitasizmi? Hammasini bitta yozib olasiz. Kechqurun menga ijodiy formatda bitta yetkazasiz. Hakkir bordi-yu. Ayting, eri aytgan ekan, olib bermayman senga shuni, olib bering debdi. Yo'q, hammasini eshitib oldi. Voy, kechasi yetib berasiz, hammasi orqam massaj qilayotganingiz. Hozir darrov borib ko'kcha damlab keling. Oyijon, chaydalab keldim. Choyni qo'yib turing, halanda qancha ish bor. Bo'ldi endi, bu kelinni buncha azob berasan, o'zing kelinligiga nima ish qilayding? Kirib faqat paq uyg'un urayding. Qoling, damingizni ola qoling. Voy, rostdanmi? Voy, masaqa buqilman endi. Hay, kelib boshqa bo'ldi, uxlab turibmi? Voy, ko'z ayishib ketganini qarang. Ko'p uxladim oyijon. Chiqqa oldimga hali qancha ish kutyapsiz? Yura qoling. Uxlab ulgurmadim. Qoling, hali Iskandar mezbon loyihasidan uy ko'rgani borishimiz kerak. Bitta ish evlamiz, chaqqa bo'ling. Oyijon, unaqa emasda. Bitta ish tugatmasdan ikkinchisini buyurasiz. Ikkinchisi tugatmasdan uchinchisini buyurasiz. Indamay o'zim qilaman hammasi. Erkak yurishgan qo'ymaysiz. Ko'laverasiz, gapiringiz ko'laverasiz, buyuraverasiz. Bo'pti, ishingizga aralashmadi, o'zingiz ko'ring havasi bo'lsa. Chaqqon bo'ling, halichi men bu огородni ham tozalash kerak. Bo'la qoling. Nima bo'lsiz? Go'zallik o'tirdim. Menga qarang, gul hidlaydi. Sizlarni o'ting, ikki ish qiling, xo'pmi? Bu kelishga hali ancha bor. 40 dan oshib endi nima kelash boshladim, sizlarga bu kelash. Baradormi? Bir ish qiling. 40 dan oshib bir nima deysiz? Ayojon, hech narsa. 40 yoshgacha burningiz hid bilmaganda, men kelgandan keyin burningiz hid bilib qoldi. Bilsam-da. Xalqimizda shunaqa gaplar yuradiki, qush endi ko'rganini qiladi. Endi qaranglar, bitta xonadonda 5 ta farzand bor. Bitta ota-ona 5 ta farzandga bir xil tarbiya beradi. Endi 5 qo'li baravar emas. Har bitta farzandga Allohning bergan pig'ili bor, xarakteri bor. Kelin bo'lib tushadi, shu qizimiz shu xonadonga shunaqa qayinlar borki, yuziga sovuradi. Qush endi ko'rganini qiladi, uyingda ko'rganini qilmasdan dedi. Endi qaranglar, o'sha qush sizlarni uyingizda in bo'ladi. Sizlar bu yog'iga to'g'rilinglar. Sizlar uylarda qanaqa muomala bo'lsanglar, nafaqat kelinga, o'zaro o'g'linglarga, xo'jayininglarga, qizinglarga qanaqa muhit bo'lsa uylarda, kelin ham xuddi shu muhitga kirib ketadi. O'shaning uchun mana shunaqa muhitda to'g'rilab olinglar-da uylaringizda, keyin kelindan talab qilinglar. Kelin sizlarni muomalangizga qarab, sizlarning uylardagi muhitingizga qarab, o'shanaqa javob beradi. O'shaning uchun qush endi ko'radi degan gapni yig'ishtiringlar. O'sha qush sizlarni uyingizlar, sizlarni ininglar bo'ladi. Shuni inobatga olinglar, xo'pmi?